Hammaga assalomu alaykum, xayrli kech, hurmatli obunachilarimiz. Bugun xudo xohlasa sizlar bilan Rustam Avtobun kanaliga xush kelibsizlar. Bugun O'zbekiston Respublikasida 2026-yilda Nexia 1 avtomobillarini sotib olib haydasa bo'ladimi va plus va minus tomonlarini va Nexia 1 sotib olgandan keyin nima qilsangiz bo'ladi? Uni ishlatsa bo'ladimi yoki oddiy haydash kerak, nima qilish kerak yoki operativni qilib olib yurish kerakmi degan savollar tug'ilsa, xudo xohlasa bugun javob olasizlar. Bugun video nomidan bu narsani yozdik va undan keyin biz sizga xudo xohlasa ko'rsatmoqchi bo'lgan avtomobilimizni shaharni bo'rlardan biri va shaharda yurgan tez mashinalardan bittasi bo'lmish mashinani xudo xohlasa ko'ramiz. Stok, ya'ni standartni avtomobilni nima qilsa bo'ladi va shu narsani ham sizga ko'rsatib o'tib ketamiz, chunki oldimda, yonimda turgan mashina 1.8 litr qilingan okalar. Xudo xohlasa ko'rasizlar, ozgina taku haydab ham beriladi oxirida. Ovqat, choy, poy, non, poy hammasini sekin yonimizda surib olamiz. Ovqatlanayotgan so'ng yoqimli ishtaha biz esa sekin boshlaymiz. Ketdi. Bir boshdan sekin boshlaymiz. Bu mashinamiz Nexia 1 okalar. O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgandan keyin Nexia Tico Damas deganda xuddi shu Damas avtomobillari hozir ham, ya'ni sotuv yaxshi va Damas 2 ga chiqib keldi. Obzori qiziq bo'lsa kommentariyada yozib qoldirasizlar va Damas 1 va Labolarni ham obzori qiziq bo'lsa yozib qoldirasizlar. Men ham Damas turgan ekan okalar. Tak, bunimiz Nexia Tico уже tarixga ketib qoldi. Tico yomon mashina deyotganmiz, lekin tarixda obzori qiziq bo'lsa uni ham qilib beramiz mayli okalar. Nexia 1 mashinasi, xudo xolasa bu mashinamiz ya'ni 2007-yilda ishlab chiqarilgan mashinaning yonida turibman va hozirgi paytda 2026-yilning ko'zi bilan takoy stalnoy rangiga bitta qarang aka, maza qiling, mana shu bo'ladi-ku, erisha olmagan muhabbatingiz bo'ladi-ku aka, xuddi shu mashina okalar. Chunki har bitta erkak kishida erisha olmagan muhabbati bo'ladi va hozirgi kunda ham xuddi shu mashinamiz, xuddi shunaqa mashinalardan bittasi. Va 0 dan 10 gacha bo'lgan bahoni kommentariyaga kirib beramiz. 0 dan 10 gacha men o'zim baho bersam okalar. Takoy mana shu turishga, shunaqa diskalar bilan 15 razmer diska bilan qo'yib qo'yilgandan keyin xudo xolasa где-то shu 7 beraman okalar. 7 beraman. Nima uchun deganda, chunki bu sal уже momentda endi o'sha paytda yaxshi bo'lgan. Hozirgi paytda endi bu sal eskicharoq, chunki momentda galogen lampalar qo'yiladi va undan keyin xrustalni optika bo'ldi. Hozirgi paytda LED lampalar, keyin LED faralar hammasi taku trendga chiqib ketgan, lekin bunimizni maksimal darajada stok qoldirish uchun bunaqa narsalarni hammasini qo'yib qo'yilgan. Ya'ni sariq lampada yuradi okalar, sariq lampochkada yuradi, hech qanaqa LED hech narsa qo'yilmagan. Pastda tumankalari ham bu xrustalli va shishali bo'ladi okalar. Tepada pastda ham shisha bo'ladi. Bularda o'zi zavoddan o'zdan shisha chiqqan bo'ladi. Plastik bu paytda ishlatilmagan va undan keyin hozirgi chiqayotgan hamma mashinalar plastik qilinadi. Li bo'ladimi, qanaqa mashina bo'lsa hammasi plastik. Shishani plus tomoni ham bor va minus tomoni ham bo'ladi okalar. Bu endi bu narsaga hozir e'tibor o'tirish shart emas deb o'ylayman. Oldi tomoni mana bu yerda rishotkamizda turibdi. Bu Nexia 2 dan qanaqa farq qiladi? Faqatgina ko'rinish emas, bu Nexia 2 dan ko'ra ancha farq bo'ladi. Ko'rinishi, ya'ni bazasi o'zi T250 bo'lishi bilan, lekin ko'rinishi, oldi, orqa, yon tomon hammasi ko'rinishi o'zgargan va salonchi ham o'zgarib ketgan bo'ladi Nexia 2 larda. Motor qismida ham o'zgarish bor. Buni yana keyin aytamiz. Ko'rinishini ko'ryapsizlar okalar. Buni o'ziga xos bo'lgan ko'rinishi bor. Nu Nexia'ni ko'rgansizlar. Xuddi shu narsani ko'rdinglar okalar. Bu yerda har bitta detaliga, ya'ni karsada ishlab chiqarilgan birinchi bu Cielo bo'lib chiqqan. Bu mashina Cielo'ni nechinchi yildan chiqqani hozir mana ekranda turibdi. O'sha narsadan Cielo bo'lib chiqqan 90-yillar boshida Cielo, lekin xuddi shu mashinani dizaynini o'zi boshida ko'rib turganimiz to'rtburchak fara bekorga emas. Bu Mercedes-Benz'dan, ya'ni Devo kompaniyasi Mercedes-Benz'dan sotib olmagan, birinchi bo'lib Opel sotib olgan. Opel Mercedes-Benz'dan sotib olgan dizaynni o'sha Opel E-kadetlar, keyin undan keyin Opel Nexia'ni karasligi, ya'ni Devo'liga sotgan. Undan keyin bizga kelib qolgan shu mashinalar o'sha mustaqillikka erishganimizda 97-yildan boshlab chiqarilyapti. O'zbekistonda xuddi shu 97-yilda xuddi shunaqa bo'lib chiqqan ko'rinishi, faqatgina o'ta bankerlar sal boshqacha bo'lgan va boshida chiqqanlari, ya'ni 16 klapanli dvigatel bo'lmagan, hamma 8 klapanli, ya'ni o'sha Sons motorlar bilan chiqqan. Mashinani oldi tomondan ko'rdik. Ko'rganimizda biz hamma vohani yozib qoldirdi. Xudo xolasa endi esa yon tomoniga bitta o'tamiz. Mashinaning yon tomoniga ham bitta kelib oldik. Yon tomonini ko'rib turgan bo'lsangiz, bu yerda o'sha Nexia 2 dan ko'ra ancha farq bo'ladi. Bu yerda ham eskicha Euro ruchka emas, ya'ni oddiy ruchka bo'ladi. Bu ruchkalar ko'p ishlaydimi okalar? Hozirgi paytgacha 2007-yilda ishlab chiqarilgan mashina bo'lsa ham haligacha ishlayapti, hech narsa qilinmagan. U Cobalt'larniki shunaqa tez ketib qoldi, xuddi shu eshik ochadigan ruchkalari. Bizda turgan mashinamizda glukhovoy tonirovka, 100% lik hamma joyi tonirovka bo'lgan bu mashinada. Даже torpedkanicha grut tegigacha shum izolyatsiya qilingan okalar. Mashinamiz 100% lik shum izolyatsiyada, unaqa ko'p lishniy ovoz yo'q, lekin hozirgi paytda xuddi shu mashina haydab kelayotganda sal bilindi. Tak hadovoy
steroidda sal ishi bor ekan. Buni qildirib olish qiyin narsa emas. Bu yerda oldida diskoy tormoz, zavodskoy, orqada barabanli tormoz bo'ladi. Lekin xuddi shu mashinamizda akalar orqada ham diskoy tormoz qilingan va Gentra'ning ruchnoy tormozlarigacha, stupitsalargacha qo'yib qo'yilgan. Shuning uchun orqa balonlarimizda sal pal, где-то adashmasam 1-2 sm sal ichkariroqga kirgan bo'ladi. Chem zavodskoyga qaraganda. Chunki bu yerda orqa podveskamizda sal ishlov bo'lgan. Ya'ni ruchnoy tormoz qo'ymoqchi bo'lib, ruchnoy tormoz bilan, ya'ni o'sha barabanli tormozni olib tashlab diskoy tormoz qilayotganda original qilib ishlatadigan qilingan uchun bu yerda sal orqada ishlov bor. Shu narsasini ham aytib o'tdik akalar. O'shaning uchun sal balonlarimiz ichkariga kiritib turadi. Bu ko'rinishi yon tomonlama bitta baho bersangiz, yon tomoniga ham men 7 baho beraman. Xuddi shu mana ham yozuvni bitta o'qib qo'ying. GLY, ya'ni eng full pozitsiyasi. Sizda konditsioner bor degan edi o'sha paytlarda aka. Orqa tomoniga bitta kelamiz. Orqa tomoniga kelganimizdan keyin Nexia 1larga xos bo'lgan va Dons motorli Nexia 1larga xos bo'lgan xuddi shu, ya'ni yubka deymizmi, ozgincha bagajda sal mana shunaqa narsasi bo'lardi. Bu narsa haligacha bor. Nexia'ni Dons motorni xuddi shu yerdan ajratsa bo'lardi. O'sha paytlarda akalar, ya'ni boshida 2000-yildan boshida xuddi shunaqa sizda mashinangiz bo'lsa, aka, siz mahallani shefi bo'lgansiz, mana shu mahallani paxanisiz bo'lgansiz, yo siz adezda bo'lsa, taku adezda ishi zo'r bo'lgan, yoki siz xuddi shu mashina haydab yursangiz, sizning ishingiz undan ham zo'r bo'lgan, aka. Chunki o'shaning uchun xuddi shu mashinalar o'sha paytda trend bo'lgan va xuddi shu rang o'ziga mos bo'lib turadi. Bu mashina mana o'zim yaqin og'aynimniki, mana Mirusmonov Instagramga turibdi akalar, keyin undan keyin Remote MKPP, ya'ni sizda mexanika korobka mashinangiz bo'lsa, sal g'irchillab kirayotgan bo'lsa, bu narsa qilayotgan bo'lsa, qiluv qilayotgan bo'lsa, 97lik 441 55 51 ga telefon qilasizlar akalar. Xuddi shu nomerda oladi Do'ron degan bola, ya'ni mexanika korobkani O'zbekiston Respublikasida sportivniy mashinalarga korobka qiladigan bola mana shu bo'ladi akalar. Men yoningizdan bitta mashina va turbina qilib o'tib ketib qolsa akalar, xuddi shu bola скорее всего 90% ga yaqin xuddi shu boladan yozapcha solingan bo'ladi yoki xuddi shu bola korobka qilib bergan bo'ladi. Bu mashinada ham korobkalar sal-pal o'zgartirish kiritilgan, uni ham aytib o'tamiz. Mashinamizning bitta old o'rindig'iga o'tirib olamiz va obshivkalarni ko'ramiz. Bu yerda Nexia 1da menga eng yoqadigan tomoni akalar, xuddi shu obshivkalar bo'ladi. Bu yerda yumshoq rezinoviy plastik deyiladi. Bu adashmasam rezinoviy plastik. O'rtalarimizda, ya'ni avtotikan qilingan, pastlarimiz ham yumshoq bo'ladi. U paytda plastiklardan ko'ra xuddi shu narsalar ishlatilgan. Chunki bularni hozirgi paytda nima uchun B klassga qo'yilmaydi? Bu B klassning boshlanishi. B klassga qo'ysangiz bunaqa narsalar hozirgi paytda ham qimmat chiqib ketadi. Keyin undan keyin Euro standart deyiladi. Nima uchun deganda bunaqa narsalarni ikkinchi sabab qo'yilmasligining sababi, chunki bu plastikka qaraganda tezroq yonadi deyshadi. O'shaning uchun bunaqa narsalarni olib tashlashga ishlab chiqarishdan deyiladi. Lekin bu скорее всего bunaqa narsa bo'lmasa ham, просто eng katta sababi, ya'ni iqtisod. Bilasizlar-ku, birinchi o'chirda hamma pulni o'ylaydi. O'sha pulni o'ylayotganda xuddi shu mashinamizda xuddi shu narsani qo'ysangiz, aka, просто mana shu narsa yumshoq bo'ladi, qimmat bo'ladi akalar. Bu bolani bo'yi menikidan, ya'ni Do'ronniki meniki bilan bir xil bo'yi. Shundoq o'tirsa, xudo xolasa, mana o'zimga qulay qilib o'tirib olganimda ham akalar, zo'r akalar, xudo xolasa. Salonda ham gaplashadigan narsalar bor ekan. Endi esa o'zim bitta orqamga o'tirib ko'raman. Qismiga ham bitta o'tirib olamiz. O'tirganimizdan keyin agar mendagi bo'yi uzun bo'lsa, sal ehtiyot bo'lib o'tirasiz, mana shunaqa joyga boshingiz tegib qolishi mumkin. Qarang, o'tirganingizda bu yerda orqadagi obshivkasi qanaqa deb savol tug'ilayotgan bo'lsa, o'sha paytda mashina ishlab chiqarilganida bu yerda qo'lingiz qattiga tegishdan qat'iy nazar yumshoq joyga tegadi. Bu rezinkali plastik deyiladimi, nima nomlanadi? Pastda kommentariyada yozib qoldiring. Biladigan insonlar o'rtalarida avtotikan, pastlarimiz ham yumshoq qilib ishlanilgan. Bu yerda eng katta narsa, endi o'sha paytda ko'proq endi elektron sigaretlar bo'lmagan, boshqa narsalar bo'lmagan, hamma oddiy sigaret chakkani uchun bu yoqqa pepelnisalar qo'yib qo'yilgan. Hozirgi chiqayotgan mashinalarda unaqa pepelnisalari yo'q, lekin bu narsalar Nexia 2dan kelgan, adashmasa olib tashlangan Nexia 3da bu narsalar yo'q edi. Portlarimiz yumshoq, eshik ochadigan ruchkalarimiz keyin Do'ronni bo'yi o'tgandan keyin men bilan bir xil va bundoq o'tiramiz. O'tirganimizda okalar, bundoq qarab tursangiz, xudo xolasa, ya'ni tepaga boshim tegyapti. Men bundoq tekis o'tiraman, qachon borsa bo'ladi. Bu yerda ham, ya'ni mendagi bo'y uzun inson o'tirsa, ikkita odam o'tiradi, ikkita odam o'tirib bemalol qiynalib emas, bemalol shu Farg'ona yoki Samarqand, даже Buxoroga ham bemalol yetib olsa bo'ladi. Ya'ni Buxorogacha 650 km shunaqa bo'lsa kerak. Undan yog'iga sal qiynalsa kerak. Nima uchun endi boshqa mashinalarda kattaroq-ku degan savol, ya'ni bundan oldingi Sparklarda ham joy bo'ladi, Matiz'da ham joy bo'ladi degan savol tug'ilayotgan bo'lsa, ularning spinkasi, ya'ni sizeniyani orqa spinkasi tekis turadi. Bularda esa sal yotganroq pozitsiyada. Nexia 1lar o'zi B klassni O'zbekiston Respublikasida B klassni boshlanishi deyiladi. Ya'ni B klass boshlanishi qanaqa?
Bundan mana shu mashinalardan keyin boshlanib ketgan B klasslar. B klassga Nexia 1, Nexia 2, keyin undan keyin Nexia 3 avtomobillar kiradi va Onix avtomobillar ham B klassga kiradi. Cobalt B+ bo'ladi. Gentra esa C klassga kiradi. Lacetti ham C klassga kiradi. Mashinaning orqa qismida, ya'ni o'sha o'tirganingizda spinkasiga oyog'im tegyapti, lekin mana bemalol men bundoq qilib o'tirsam, bu tomonga, ya'ni o'rtaga joy bitta talashilinadi. Talashilinmaydi, chunki ikkita tizza bemalol kiradi o'rtaga. Keyin bu tomon, chap tomon tizzam esa mana eshik bilan, eshikning obshivkasi bilan sidenani orasida sal turadi. Bu obshivka ham yumshoq bo'ldi, sidenani o'zi ham yumshoq. Unaqa qiyinchilik tug'dirmasa kerak. Endi olamiz, oldi tomoniga o'tamiz. Saloniga bitta o'tirganingizdan keyin torpedkalarimiz ham bu yerda yumshoq qilingan bo'ladi. Keyin undan keyin imенно shu mashinada Nexia 2 tablo qo'yilgan. Lacetti rul qo'yilgan, o'rtamizda Lacetti bar qo'yilgan, keyin undan keyin Gentra ruchnik, o'sha Lacetti Gentra ruchniklar qo'yib qo'yilgan. Torpedkasi o'ziga xos bo'ladi va undan keyin Nexia 1 torpedkasi ko'proq yoqadi, sizga Nexia 2 bilmayman, lekin menga Nexia 2 ko'proq yoqadi. Nexia 1 ko'proq yoqadi, adashib ketdim akalar. Chunki mana shu xuddi shu ko'rib turgan joyingizda narsa qo'yish uchun joylari ko'p. Keyin undan keyin hamma joylarida bu yerda yumshoq bo'lgani uchun, mana mashinadacha akalar bitta narsasi bor. Shu g'ijir ovozi sal kamroq bo'ladi. Chem Nexia 1larga, Nexia 2larga qaraganda. Bu narsasini ko'rdik. Bizga eng qiziq bo'lgan joyi, ya'ni yuragini hozir bitta ko'ramiz. Kapotini ham bitta ochib olganingizdan keyin bu yerda ko'rib turgan dvigatelingiz, ya'ni krishkasidan salpasiz o'zgargan motor deb o'ylashingiz mumkin, lekin hech qanaqa bu yerda motor hech narsa o'zgartirilmagan. Faqatgina bu yerda blokka o'zida 1.8 qilingan, ya'ni kolenvalli xodi uzaytirilgan. Kolenvalli xodini uzaytirib turib, ya'ni ob'em kattalashtirsa bo'ladi. Faqatgina bu narsani gрамотный qiladigan ustiga olib bormasanglar, okalar, bu narsani qilsa, keyin undan keyin benzinga salpa shu kaprizniroq bo'lib qoladi. Agar gрамотный usta qilmasa, gрамотный usta qilsa bu narsani yaxshi qiladi. Chunki buni ko'pchiliklar qila olmaydi. Bu narsani 1.8 qilish oson narsa. 1.8 past qilib qo'yishadi, keyin undan keyin detonatsiya, ya'ni 92 qilgan detonatsiya beradigan bo'lib qoladi. Bu mashinamizda ham 92 da detonatsiya beriladi. Keyin undan keyin 1.8 qilingandan keyin nima ish qilingan? Golovka porting qilinmagan, hech narsa qilinmagan. Keyin undan keyin takom receiver qo'yilgan. Takom receiver ko'rib turganmiz, takom receiver sal boshqacharoq bo'ladi. Nima uchun? Bu takom receiverda havo o'tkazish sal yaxshiroq bo'ladi. Bu yerda katta qilingan, ya'ni bitta ishlardan yanvar kompyuter qo'yilgan. Yanvar 7.2 kompyuterda yuradi. Bu mashina korobkasiga kelsak, korobkasi 3.9 главный para bilan, keyin undan keyin Lacetti rad ko'tarilgan. Skazlash muftalar hammasi o'zgargan. Okalar, ya'ni sportivniy qilingan korobkaga. Korobkani xodi sal kaltaroq, shuning uchun tezroq obrot yig'adi va undan keyin mashinani ishib olish, ya'ni ob'em misol ishib olish tezroq bo'ladi. Shuning uchun korobka motor грамотный qilib qo'yilgan va shahar ichida yurish uchun qilib qo'yilgan. Onixlarni savalaydimi? Bu menimcha savalaydi okalar. Hech bu o'zi bolani o'zi poyga o'ynab yurmaydi, o'z mashinasini prosta o'zi uchun qilib qo'yilgan. Keyin undan keyin tako konditsionerlarni ko'rib turibsiz, konditsionerlarni yoqib spokойно yurish uchun qilib qo'yilgan okalar. Mashina hamma yog'ini ko'rdik, xudo xolasa olsak egasidan so'raymiz, tako sekin chiqib turib azizgincha bitta aylantirib ko'radi. Unaqa grubi bosmaymiz, chunki shahar ichida 60 dan o'tish kerak emas. Shuning uchun okalar azizgina tako. Nimni oshib bitta bosib ber deymiz, xudo xolasa keyin undan keyin sizlar baho berib ketasizlar. Endi bundan keyin hozir siz endi o'ylashingiz mumkin, Nexia 1 olsa bo'ladimi? Olsangiz bo'ladi, aka, faqatgina kira qilmoqchi bo'lsangiz, sizga Nexia 1 uji bo'lmaydi, aka. Nexia 1 ni nima uchun olasiz? Nexia 1 faqatgina mana shu o'zingiz haydash uchun, o'zingizni kayfingiz uchun olishingiz mumkin. Mana shunaqa qilib qo'yasiz, kechqurun sekin ko'chaga olib turib haydaysiz yoki ishga borib kelish uchun qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Kira qilish uchun, Yandex Pandex qilish uchun hozirgi paytda bunaqa mashinalar bo'lmaydi, chunki mashinada metan qo'yasiz, nima qo'yishingizdan qat'iy nazar, baribir siz klientga borganingizdan keyin уже ko'pchiliklar уже Nexia 1 mensimay qo'ygan. Lekin mana shunaqa грамотный qilib qo'yib, o'zingiz uchun haydab yurishga olsangiz bo'ladi. Расход qanaqa deyotgan bo'lishingiz mumkin. Расход unaqa ko'p расход qilmaydi. Mashina zapchaslari arzon. Keyin undan keyin buni ham любой O'zbekistonda любой usta kovlasa bo'ladi. Faqat bitta tomonda shu kira qilish uchun bu mashinani уже olib bo'lmaydi, okalar. И также kira qilish uchun nima uchun olmaydi deyapman? Chunki bu mashina san'at asarini уже o'ldirish kerak emas. Bu buni faqatgina qimmat bo'lgan joy, buni kuzovniy detali, ya'ni kuzov detallari, fara, mara, krilo, kapot, keyin uning bamperlari qimmat. Nexia 2 ga qaraganda ham ancha qimmat, chunki ishlab chiqarishda ancha bo'ldi to'xtatilgan va hozirgi kunda kuzovniy detalini o'zini topish qiyin. Yana bu yerda Nexia 2 dan o'sha boya aytganimdan keyin buni Nexia 1 va zavodskoyni o'zini olib qaraganingizda ham faqatgina motor ob'em emas, o'ta kompyuter boshqacha bo'ladi Nexia 2 da. Nexia 2 kompyuter sal aqlliroq bo'ladi, keyin undan keyin podveskasida ozgincha farq qiladi va korobkalarda ham ancha farq qiladi. Shuning uchun Nexia 2 bilan Nexia 1 o'zi farq ancha bor. Biz endi bu narsani ko'pchilik tushunmaydigan insonlar. Endi tushunmaydiganlar, siz tushunmaydigan deyotgani va ko'chadagi 70% odam bu narsani farqini faqatgina bazasi, uzunasiga eniga bir xil bo'ladi Nexia 2. Bamferi nisbatan sal Nexia 2 uzunroq bo'lishi mumkin, lekin kolesni baza, salon ichida joyi bir xil bo'ladi. Va tormoznoy sistema bu o'zi bu yerda ham tormoznoy sistema ham qilingan. Bu yerda
Epica vakuum qo'yilgan okalar. O'zi Nexia 1larniki Nexia 2dan ham yomon bo'ladi tormoz okalar. Faqatgina farani yoritishi Nexia 1dagi yaxshiroq bo'ladi. Mashinani sekin harakatga ham keltirib olamiz. Xudo xolasa, bundan oldingi, ya'ni Ahmed berayotgan mesela kiyim sal o'zgarib qolgan bo'lsa, menda bu nima sabab desanglar, chunki kecha video olayotganda shu olinmay qolibdi. To'g'riroq aytganda, ya'ni shu video oladigan telefonimizni xotirasi, pamyati deymiz, to'lib qolgan ekan. Shunga Davronda yana bir marta iltimos qildik. Kecha ancha suhbatini olgan edik. Shunga xudo xolasa bugun yana xuddi o'sha savollarni beramiz va o'sha savol, siz bermoqchi bo'lgan savollarga javob olishga harakat qilamiz. Tak, bu yerda eng katta birinchi o'sha savol, ya'ni brus 8 qilgan yaxshimi yoki o'sha standart stok holatida yurgan yaxshimi degan ko'pchiliklar savol beradi. Menga aka qanaqa bo'lar ekan? Hozir sizga mana xuddi shu savolni Davronning o'ziga eshitdi savolimizni. Takji bir haydab yurgan inson buni yaxshiroq biladi. Shuning uchun o'zidan biroq so'rab ko'rganimiz yaxshi. Xudo qanaqa senga yaxshi? Misol uchun o'zing fikringni aytsang. Brus 8 qilgan yaxshi, xohlasa xohlamasa. Sabab endi sharoitdan kelib chiqqan holatda o'zi meniki 1.5 dons mashina, motor ham o'ziniki, dokumentatsiyada hech qanaqa o'zgartirishlik joyi bo'lmagan, motor o'ziniki. Motor moy yegani uchun motor qilmoqchi bo'lganman. Bitta yaxshi usta tanishimiz maslahat berganlar, o'zingiz bozordasiz, undan ko'ra bitta kalimval olib kelsangiz, mashinangiz 1.8 bo'lib ketadi. Ob'yom baribir yaxshi deganlar. Misol uchun rasxod taraflama ham, yurish taraflama ham. Mashina ham taqib qo'ygan, bitta kamera bor ekan, tirjib tushmaydi. Keyin kompyuter o'zgartirgan, misol uchun o'sha narsasi yanvar qo'ygandan keyin yanvarda tako zo'r narsasi proshivkaga oson bo'ladi. Keyin undan keyin optimizator to'xtatib launch qilib beradi, eshitib ko'rasizlar. O'zini ratno stok kompyuteri yaxshimi yoki yanvar yaxshimi? Kimgadir o'zini stoki yaxshi, kimgadir yanvar yaxshi. Yanvar bilan o'zini stok kompyuteri farqi, o'zini stok kompyuterida anaqa zashitasi bo'lar ekan. Misol uchun bu yanvarda zashita yo'q. Misol nima desa bo'ladi? Babinasi kuyganda ham kompyuterga viloyat qilgan bu narsa. Kompyuter ham kuydirib qo'ygan. Lekin o'zini kompyuterida zashita bo'ladi, o'shaning hisobiga kompyuter kuymaydi. Misol uchun babinasi kuysa ham kompyuter kuymaydi zashitaning hisobiga. Keyin yanvarda plus tarafi, yanvarda funksiya ko'proq. Proshivka qilishga funksiyasi ko'proq. Misol mashinani ko'proq ot kuchi yetishga yoki mashinani nima desa bo'ladi? Har taraflama o'zini kompyuterdan ko'ra nyuanslari ko'p. Aqlli kompyuter yanvar. Yana bitta savol, ko'pchilik qiziqtirish mumkin. Sen korobkani remont qilasan. Misol qilib aytganda ko'pchiliklar sportivniy korobka deydi, lekin ekonomishniy korobka ham bo'ladi, to'g'rimi? Bo'ladi. Uzunroq qilib yig'iladi korobka. U bosib yuradiganlar uchun emas. Misol yo'lga ko'p qatnaydiganlar bo'ladi. Viloyatlarga, vodiylarga, vohalarga boradiganlar bo'ladi. Shunaqalarga misol qilsa bo'ladi. Shahar ichida ham shunaqa korobka yig'ib qo'ysa bo'ladi. Uni zarari yo'q. Benzin taraflama ham. Mashina unaqa misol startdan otiladigan bo'lmaydi. U menga o'xshagan odamlar uchun sal zerkarliroq, to'g'risi. Shuning uchun atak qilsa bo'ladi. Korobkani sal uzaytirsa bo'ladi. Uzaytirish bu misol qilib aytganda hozirgi kunda mana shu mashinangga necha pul rasxod ketdi? Taxminiy hisoblamaganman. Zapchast chunki o'zingdan-da? Hisoblamaganman to'g'risi. Orada misol atmosferniy mashina. 3-skorsni ham sindirib qo'yganman. 3-skors ko'pchilikda o'zi turbinada sinadi. Endi bilmadim. Temir baribir, temirga baribir hech kim hech narsa deya olmaydi. Joyi kelib qo'ygan, u ham singan. Korobkani ham bir marta yana ochib yopishimga to'g'ri kelgan xullas. Endi kechaga sen aytding, mana mashinam unaqa zo'r holat emas. Ozgincha misol uchun salon ishlari bor, sizga sal g'ijir-g'ijir ovozlari bor, boshqa narsasi bor deding. Hozir mana ozgincha eshitilyapti. Keyin 203 mi, qanaqadir Nexia deding, to'g'rimi uni? 203 stalnoy Nexia. U ham xuddi menikiga o'xshash. Motori uniki 2 litr, atmosferniy, turbina emas. Meni mashinamdan ancha aqlli, yurishi ham salon sohasida ham, tashqaridan qaraganda ham. U mashina bilan meni mashinamni yonma-yon qo'yadigan bo'lsak, ikkalamiz ekan stalnoy. Ularnikida qanaqadir bleski bor, yaltillab turadi mashina.
o'zlari kassa pravlada ukam. Mani mashinamni ham oldin o'sha olqa qilganlar. Langeronlarni uzilib ketgan paytida usilik qilib mani mashinamni ham o'sha olqa yig'ib berganlar. O'zlari kassa pravla, ishlari yaxshi. Nexa'ni yaxshi ko'radilar. O'shaning uchun o'zlarining mashinalariga misol nima kerak bo'lsa o'zlariga yoqqan narsani qiladilar. Nexia birlarda misol uchun mana 2026-yilda sani fikring bo'yicha Nexia 1 olsa bo'ladimi yoki bo'lmaydimi? Bo'ladi. Endi hozirgi chiqayotgan qonunlar agar misol uchun bekor qilinadigan bo'lsa, bemalol olsa bo'ladi. Chunki ko'p odamlar mana shu 20 yil yoki nechidir yil o'sha gaz qo'yib bo'lmaydi, boshqa qilib bo'lmaydi. Shu joylariga qarab endi bizning o'zbekchilikda ko'pchilik shu narsaga qaraydi. Lekin hech qanaqa muammoli mashina emas, to'g'ri? Mana haydab yurgan odamdan baribir so'rash kerak, muammosi bo'ladimi, qanaqa muammolari bo'ladi? Bu Nexia 1 olgandan keyin nimani endi kutish kerak? Shu narsalar baribir savol tug'iladi odamga, misol olmoqchi bo'layotgan odamga. Hamma narsachi birinchi o'rinda odamning o'ziga bog'liq. Misol uchun birinchi bo'lib 09 bo'lgan. Uni ham bilasan. Uni ham o'zimga kerakli nimadir qilmagunimcha, o'zimga kerakli narsani olmagunimcha bar nimadir qilganman. Jiguli'm bo'lgan. Jigulini ham esingda bo'lsa injektor qilganman. Valla taqib qo'yganmiz unga ham. Misol uchun-da, o'zimga kerakli narsani qilish uchun, bu Nexia'da ham xuddi shunaqa. Men olganimda bu Nexia bunaqa bo'lmagan. Sekin-sekin postepенно vaqt soati bilan o'zimga kerakli narsani qilib oldim. Yomon emas, Allohga shukr. Mashina misol uchun standart. Maniki o'qlangan emas, standart hisoblanadi. Chunki galovkada porting unaqa narsalari yo'q. Keyin raspirdevalda taqmaganman men. To'g'ri, yanvarda yuradi. Kalenval 1.8. Misol uchun resiver bor, to'g'ri, zaslonka 1.8 turadi. Ularning hammasi mashinam yengil nafas olib, yengil yurish uchun qilingan. Antiga olib chiqib olib, bosishib, surishib yurish uchun qilinmagan bu narsa. Keyin sani mana propanni yurasan, misol uchun tez yurayotganda ko'pchiliklar propanni benzinni kuchini beradi deydi. Fikring bo'yicha benzinni kuchini beradimi, propan bermaydimi? 92 bilan solishtirsa, propan yaxshiroq deb o'ylayman. Lekin 95 bilan solishtirganda menimcha benzin baribir o'zini nima desa bo'ladi, o'zini so'zini aytadi. Chunki men boshida motor qilib chiqqanimda propanim bo'lgan mashinada, yurmaganman propanda. Benzinda yurganman, o'sha apkatkani ham benzinda chiqarganman, ancha vaqt benzinda yurganman, mashina o'sha noldan bo'lib chiqqandan keyin o'sha benzinga o'rgangan. Benzinda yurishi boshqacha edi. Propan qo'yib turib, propanni to'g'rilab yurdim, o'sha u yurishi yo'q mashinada o'sha. Mashina o'zgarib ketdi o'sha. Bir ikkita bolalar haydab ham ko'rdi, mashinang bekor propanda yurib qo'yibsan. Mashinang zo'r yuryapti deb nechta odam ham aytdi-da. Endi bari nima deymiz endi, temir narsa. Balkim propanni ham lekin qilsa bo'lar. Meniki ozgina kompressiyasi balandroq, 92 da ham misol diton beradi. Hozirgi kunda 95 qo'ysam 95 da ham diton beryapti mashina. Propanda unaqa narsa yo'q. Lekin benzinga qilib chiqib, benzinda apkatka qilib, benzinda yurgan mashina meni ham baribir boshqacha yuradi. Bu keyin yana bitta ko'pchilikni qiziqtiradigan savol. Misol uchun Nexia 1da baribir boya o'zim aytdim, Nexia 1da menimcha shu olib haydagandan keyin birinchi o'chirtda baribir kuzov detaliga sal ehtiyot bo'lish kerak, chunki qimmat, to'g'rimi hozirgi paytda? Hozirgi kunda shunaqa. Inomarkalar qatori kirib qoldi. Nexia, Matiz ham kiryapti, Tico ham shu ahvol. Inomarka bo'lib ketdi bular bemalol. Inomarkaning narxi bilan bemalol solishtirsa bo'ladi. Misol uchun Matiz deylik, Matizning oldi shopper eshigini o'zi adashmasam 2 million so'm edi. Yo 1 million 800 ming yo 2 million so'm edi. Bozorda bir normalniy tortilib qoldi o'sha ham. Nexia 1 ekan, почти shu narx. Chunki topilishi ham qiyin, Koreyadan o'sha yuk kelmayapti. Polsha почти tugayapti. Rossiyani yeb bitirsak bo'ldi, shu bilan endi mana shu yonimizda o'tbetlardan topsak kerak yog'iga. Местный zapchasi bo'lib qoladi. Bu degani cho'masmoqqa Nexia 1, sizda Nexia 1 bo'lsa, siz ustingizdan hech kim kulmasin. Mashinangiz narxi arzon bo'lsa, lekin zapchasi uncha mashinalarga qimmat aka. O'shaning uchun ehtiyot bo'lib yurish kerak. Shuning uchun akalar video yoqqan bo'lsa like bosamiz, yoqmagan bo'lsa dislike bosamiz. Siz o'zingizni fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Nexia 1 hozirgi kunda olsa bo'ladimi yoki yo'qmi degan savol tug'ilayotgan bo'lsa, xuddi shu meni fikrim bo'yicha olsa bo'ladi, Davronning fikri bo'yicha, mashina egasining fikri bo'yicha ham olsa bo'ladi. Propan qo'yib turib, mana shunaqa spokойно yuradigan qilib olsangiz ham bo'ladi. Если что,
hammasi Davron nomerini qoldirib qo'yaman. Mashina sotilmaydi. Prosta o'zingiz uchun qilmoqchi bo'lsangiz yo'l yo'g'rini tushuntiradi, keyin uning zapchasi o'zida bor. Zapchasi olmoqchi bo'lsangiz bemalol o'ziga qilib beradi. Ustalarni ham ko'rsatib beradi. Kim yaxshi qiladi, kim yomon qiladi, hammasini o'zi yaxshi biladi. Chunki bu shahar bo'yicha o'zi ustalarga ko'p zapchas beradi. Shuning uchun hammasini ishini biladi akalar. Balki chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin degan maqol bekorga emas. Videoni minus tomonni yozamiz, plus tomonni yozish shart emas. Plus tomonni yozsangiz burun tepaga ko'tarilib ketib qolishi mumkin. Bundan keyingi bizani obzorda qanaqa mashina chiqsa, o'sha narsani kommentariyada yozib qoldiring. Xudo xolasa o'shani obzor qilib beramiz. Sog' bo'lamiz.